Canım meyvelde yangelik neçe tuttu ha? Götü qalanızda şahana uğal okumuz. 1 milyon 960 ming so'mdan ber tutmuz. Birinchi o'rinni olgani bir paraman. Demek biz yani konkursumuzda yine bir pataki koyamız. Yani birinci ondan like'larını basıp, kommentariyada öz fikringiz kaldırıp, qarindoshlar videomuzni yuvargan bo'lsangiz, aynan siz birinci o'ringa olmasangiz, ishu golokni, shohona golokni 4 tane pul fikam içindemi? Pataki. Shunday bepul berasiz, to'g'rimi? Ya 1 so'm to'laymilar. Yo'q, to'lamaysiz. Dastlabki amatib berasizmi? Dastlabki amatib. Hisob, obunachilarimiz birgina like bosib, videomizga ishu golokni siz YouTube olsangiz bo'ladi. Penal komodni zo'ri ko'p o'ynamjana. Nikala, penal komodni. Buni 1 milyon 620 ming so'mdan ber. 1 milyon 620 ming so'mdan. Aha. Buni 1 milyon 720 ming so'mdan ber tutman. İkisi bir narsa, svetimda bor farqi. Endi qara. Buni qaysi do'konda sana 1 milyon 620 ming so'mdan, onu 1 milyon 720 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha ber tutman. İnamjana 1 milyon 620 ming so'm penal komodi O'zbekiston bo'yicha yo'q desam ham bo'ladi. 1 milyon 720 ming so'm krashning varianti. Bu bahodan O'zbekiston bo'ylab hech qaysi do'konda yo'q, ag'a. İnamjana doğrusunu ayting, hozir qana sen eng qimmat vaqti, to'g'rimi? Endi sen shu gapingga shim bilan yeyapsan. Hey. Hozir havo zakonli vaqti, konditsionerlar ham normal vaqti. Endi bu oy keyingi oy ham dum azoyib bahoda bo'ladi. 12liklarimiz 3 milyon 500 ming so'mdan boshlanadi. Yana pasport evazini oladi. Pasport olsa 3 oylik yetib beradi, plastik pasporti bilan keladi. 6 oylik qalanlasi yetib beradi, o'zini pulini 3,5 millionni bo'lib beradi. Endi turing, ne uchun hozir arzon? Sababi sezonda bir talab kuchayadi, arzonlamaymi haqiqatan? Yo'q, endi qara, sezon emas-ku hozir. Havo yaxshi, havo issiq, ko'chadim azoyib bo'lib turibdi. Hozir bu yozdan bu bahodan topilmaysan, 3,5 million so'mdan keyin. Topsan ne o'tuzasiz? Topilmaysan. Hozir mesela kelasan, solishtirasan, eng arzon yer ishi Ilhom Xiva filialida. qarang, endi bunday ayting. Hozir men 3,5 million so'm qancha yansam, sezonda shu bahodan topsam, yo undan so'ng undan arzon topsam, ne o'tuzasiz? Topilmaysan. Ne o'tuzasiz? Bir konditsioner 30 zaman. Menga mı yanmayapmi? Bir sana Obunachilarimizdan berasiz. Obunachilarim beraman. Hisob, agarda hozir olib, yozda undan ham arzon topsalar, bir qancha shuni ilova berasiz. Mujik ko'ringmi? Mujik ketdi. İnamjana xaladenik sezon geldi. Adamlar hozir xaladenikni zo'ri kerak, lekin arzon kerak. Shunga nechik aksiya qo'yib berasiz? Hali mendin aksiya Xorazmda, O'zbekistonda bo'lmagandan beri. Hisob, nechikdan qo'yib berasiz? Ilhom savdo markazina keladi, Xiva filialidan. Bo'lma bir internet gelsin, olsin. Buni o'zi qara. O'zini 6 oyga qalan nasiyat yozib qo'yibman. Men Ilhom o'z kanalidan ko'rib keldim desalar, 1 yillik yetib beraman. Foizsiz. Foizsiz 1 yillik yetib beraman. Yonuna kommentariya, like bosdim, videoni yerdim degani bir pul so'z bermagan o'g'il bolamas. To'xtang. Hozir mana to'tashinasi ketadi. Qarang, valla xaladengimiz. Eldan pul to'lamaydilar. Umuman bir ton pul to'lamaydi. Ustuna pulmi middat tutmisiz? Bilmaydi. O'zi 6 oylik yetib qo'yibman, Ilhom o'z kanalidan ko'rib keldim desa, 1 yillik yetib beraman, yonuna bir pul so'zam berib beraman. İnamjana oynatmang. İnamat kuring. Oynatmang, bu narsa bilan o'ynashib bo'lmaydi. 5% 12 oyda tutmisiz? 12 oy. 12 oy. Qarang, ishonni screenshot etib olinglar, obunachilarimiz yozdirib olasizlarmi? Ustuna pul mindirman deb tutdilar, ustuna 1 so'm pul minmaydi. Eldan 1 so'm pul bermaydilar, to'g'rimi? Umuman bermaydi. Yana bizning kanalimizga obuna bo'lib, kommentariy yozib, videoni jo'natib, like'larni jag'irdatgan bo'lsangizlar, 12 oyga 5% pul so'sini ham qo'shib berasiz. 2 millionlik pul so'sini ham qo'shib beradi. 2 million so'mlik. 2 million so'm. Obunachilarimiz mijozlarimiz dastlabkasi, ustunlikasi mut. Bunday bo'lmagan obunachilarimiz mijozlarimiz bir dana like evazini shu narsani siz 12 oyga 5% pul so'sini asosida bo'ladi. Pasport plastik kerakmi Inamjana? Pasport olsa 3 oylik yetib beradi. Pasport plastik olsa 1 yillik yetib beradi. Hisob, pasportingiz plastikingiz bo'lsa, plastikingizda kirim chiqim bo'lib turgan bo'lsa, norasman ishlasangiz ham sizga 1 yilga 5%, to'g'rimi Inamjana? Qarz olmasa oldu 1 yilga foizsiz. 100% o'g'il bola ko'ringmi? 100%. Hisob, hali mendini O'zbekiston bo'yicha bo'lmagan obunachilar. Bu nabonu 2 milyon 250 ming so'mdan ko'pmisiz Inamjana? Men bu narsani internetlarda, boshqa do'konlarda 15-20 million so'mdan ko'rib ko'pman-ku. Bu Spanish komplekt Panda modelimiz, to'g'rimi? 2 milyon 250 ming so'mdan. 2 milyon 250 ming so'mdan obunachilarimiz, to'ychilar bormi? Videomizga like bosib, kommentariy portlatinglar. 2 milyon 250 ming so'm. Ya kravatini yozib ko'pmisiz ha bag'azini? Qarang, uni komplektini 2 milyon 250 ming so'm misini. Shkaf, Arjasi bor. Arjasi. Yana bu chesteri bor. Chesteri. 2 dona pomoshkasi bor. 2 tumbasi. Keyin endi yana Sofasi. Sofasi ham bor. Kravati, keyin trimorsini akkalasmayapmi? Yo'q, hammasi shuni ichida 2 milyon 250 ming so'm ichida. Hammasi. Dastlabki ustunlikka Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatidan bepul ay. Matrasini necha so'm berasiz? Matrasini necha so'm? Matrasni addinni olsangmi? Yo'q, ichida qo'shib berasizmi addinni matras? Matrasini ham qo'shib beradi. Ha, obunachilarimiz, mijozlarimiz shkafi, trimosi, kravati, 2 tumbasi, sofasi, arjasi, pufi kammi?
Pufuki, Chester'ı, matrası hammasi 2250 ming so'm. To'g'ri tushundimmi? 250 so'mdan. O'tgan safar kommentariylardan chiqoldi aytgandi. Xudo xolasa o'tgan safar iPhone qaladini keyin yana qo'yalik. Uni chiqoldi, aniqlab beramizmi? Oxirida aniqlab beramiz, Xudo xolasa. Bu safar undan ham portlatasizlar degan, og'a. Endi like, faqat like uchun dum yomondan qo'yamiz, Xudo xolasa. Podarkalarni. Videomizni batafsil ko'ring, obunachilarimiz bugun dum yaxshi bo'ladi, dum boshqacha bo'ladi. Bellarni assortimentini qaranglar, obunachilarimiz, mijozlarimiz. Inamjon og'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudo xolasa obunachilarimiz bilan ko'rishib bering. Assalomu alaykum, hurmatli Ilhom.uz kanal obunachilari. Xudo xolasa endi Ilhom savdo markazidagi bu safar endi dum yomon bo'ladi videomiz, kommentariylarni portlatib tashlaymiz, videoni og'ayni aka ukalarga yo'yib tashlaymiz hammasini. Xudo xolasa bu kommentariy like-ni eng oxirida aniqlaymiz. Xudo xolasa keyin bu safargi kommentariy like-ni dum yomonidan podarkalarni qo'yib tashlaymiz. Xudo xolasa birinchi o'rinni iPhone 6 va'da etdingiz, ikkinchi o'rinni xolading, uchinchi o'rinni kir mashina va'dingiz. Baradonmi yaxshi ko'rib? Baradon, Xudo xolasa. Xudo xolasa bu videoda obunachilarimiz g'oliblarni aniqlaymiz, aktiv bo'lamiz. Prosta video ko'rtusizlar-ku, like-larni bosing va videomizni oxiridan ko'ring. Ko'p odam har xil narsani yozib turibdi, namjon ha. Omad, yomon emas, qarshi emasmiz, lekin bu narsani yozib siz utolmaysiz. Sizni shab ustoz bo'ladi. Videomizni do konca ko'ring. Kalit so'zlarni aytganmiz, kalit so'zlarni topasiz, kommentariya qoldirasiz, like-ni bosasiz va birdan odamga jo'natsangiz ham Telegram va Instagram orqali siz aktiv obunachi sifatida birinchi o'ringa chiqib iPhone 16, xaladinlik, kir mashina, shuning shoxona o'g'illarni siz YouTube olsangiz bo'ladi. Lekin videomizni oxiridan ko'rishingiz kerak. Üstüne basib tursangiz 2x bo'lib tez ko'riladi. Obunachilarimiz 20 minut yarim soat tez ketadi. Ham foydali ma'lumot olasiz, ham sovg'alarni o'tasiz. Inomjonim kommentariyani like-ni patlataman deb turibdilar. Xudo xolasa kalit so'zni aytib o'tamiz va g'oliblarni oxiridan aniqlaymiz. Birinchi mebeldan boshlayapmiz. Inomjonim mebelning tishlari bor, zo'rlari bormi? Mebelning dum yomonlari bor. Xudo xolasa bizning Ilhom savdo markazimizda endi bu shoxona o'g'illarimiz bor, yana dum ajoyiblari bor. Toza gap to'qshidan bor. Kelgan bularimiz bor. Keyin organ tomonda bu penallarimiz bor, uchta kursi. 1 million ikkinchi etajimizda. 1 million 960 ming so'm dedi inomjonim buni. 960 ming so'mdan. Bu to'g'ri yozilgan ahang. To'g'ri yozilgan. Ha, bu halol nasiya ekan obunachilar. 5 oy 5% ahang. 1 million 960 ming so'mdan yozilgan bu. Foizsiz. Foizsiz. Ha, üstüne bir so'm bo'lmaydi. 6 oy halol nasiya etib beradi, 1 so'm pulsiz olib ketadi. Pasport plastikka yetkazsa bo'ldi. Ha, obunachilarimiz pasport plastik bo'lsa, shoxona unguloklar assortimenti gapti. 4 tana pufuga, 4 tana takachazam bo'ladi ekan. 1 million 960 ming so'm bersangizda, xonadoningiz uchun chiroyli shuning shoxona unguloklarni olib borib o'rnatib beradilar. Dastlabki ustanobga bepul ahang, inomjonim. Xorazm, u Qoraqalpog'istondan bor, dastlabki ustanobga mut, pul olinmaydi. Aha. Yine bam shu 1 million 960 ming so'mdan, bam shu 1 million 960 ming so'mdan, oriqsam shu. Hali mening bahada lekin to'g'risi inomjonim, men ugol ko'rmayapman va mening sifatini qaranglar, obunachilarimiz bu 100% MDF hang, fabrikani yozmaqi? 100%. Fabrikami? Fabrika. Garantiya berasizmi? Garantiya 100% beriladi. Bana divan kreslo, penal komodlar va Chester goloklar ham bo'lgan. Chester goloklar qancha so'm? 1 million 320 ming so'm, deymi? Komplektida 2 pufuki. Bu komplekti, bu komplekti 1 million 475 ming so'mdan. Aha. Birgina pasport plastik bo'lsa bo'ldi. Hangi namjana? Bo'lsa bo'ldi, qalanini setib beradi, foizsiz beradi. 1 million 620 ming so'm penal komodlar obunachilarimiz. 1 million 420. 1 million 720 ga bor. Aha. Jurnallar içindami ya deymi namjana? Jurnallar ham bular ham qalanini setib. Ha, 700 ming so'm deymi buni? Bu ulug' shidi 275lik akvarium dizaynga qaranglar, obunachilarimiz xudo xolasa bugun yangilikni zo'ri bo'ladi. Birinchi o'ringa nima qo'yib berasiz, inomjana? Birinchi o'ringa endi xudo xolasa shu shoxona ungolokdan qo'yib bersam nechik? O'ynatmang. Birinchi o'ringa ketdi shu. Birinchi o'ringa podarka shu. buni utib olish uchun nishatish kerak. Utib olish uchun kommentariy yozish kerak, like bosish kerak. Bizning kanalga обязательно obuna bo'lishlari shart va videoni kamida 3-4 odamga yer qo'yganlari kerak. Like bosish obunachilarimiz majburiy, sabab video ko'rib bir tirsada qo'ying. Ish uloqsiz xonadan zap qo'ying. Aha. Ikkinchi o'ringa nima berasiz? Ajoyibundan bir kir mashina qo'yib bersin. Hozir pastga tushamiz?mi? Pastga tushamiz. Aha, uchinchi o'rindan bir narsa qo'yib bering. Mashaqda aytib berarali. Hisob, uchinchi o'rindan bir narsa aytib beramiz hozir obunachilarimiz. Inomjon shu kalit so'zni aytib beramiz, hang bu safar ham. Endi bu safar ham shu o'tgan safar ham ona dum ajoyib bo'ldi, so'ndi, podashani olgan odamlarimiz videoga tushishni xohlamadi-ku. Endi bu safar ham shu kalit so'zni aytib berarali. Birinchi so'zni ayting inomjon. Ilhom savdo markazi. Ilhom savdo markazi birinchi so'z obunachilarimiz Ilhom savdo markazi. Videomiz davomida yana ikki so'z aytamiz. Shuni topasiz va kommentariyada yozasiz. Aniq to'shnisini yozasiz kerak o'zbek tilida to'shni va izindagi like-ni bosishingiz kerak. Qarindosh tog'alarga bir yorib qo'yish kerak. Videoni yerib qo'yish kerak.
Bu ukologlarımız 716 bin deydi, İnamcana. Bu 6 ay kalan nasiye 716 bin so'mdan chiqadi ekan. Eng asosiysi İnamcanam da bir yaxshi 100% fabrika mahsuloti İnamcanam. Bajara garantiya baxang. Garantiyada bu. Bu Spanya ham bo'ladi ekan. Bu Spanya bo'ladi komplet. Obunachilarimiz ukologni Spanya bo'ladi, uni 1 million 375 ming so'm. Bu stol jurnalning 500 ming so'm. Ha, bu katta stoli 500 ming so'mdan chiqadi ekan. Har xil rasvetkalari bor. Obunachilarimiz agarda xonadonimiz uchun chiroyli mebel, ukolog olaman desangiz, har xil rangi bor. 1 million 100 ming so'm, 1 million 375 ming so'm. 340 ming so'mdan yana ustallar. Narxlari yozilib turibdi, bemalol. During İnamcana endi ham berar bu. Buni bo'lib to'lashab berasiz-ku. Bari narx qimmat bo'ladi, qang. Yo'q, qimmat olmaydi. Ne uchun ham arzon berasiz? Yozilgan summasi bu zavod narxida turibdi hisobi. Bu 5% haqida, to'g'rimi? 5% bu. İşine kalan nasiya qo'y. 850 ming so'mdan ina. 6 oyga kalan nasiya. Bu degani 6 oyga foizsiz olib beradi. 6 oyning foizini hisoblasang kamida 17-18% bo'ladi hozir. Kamida hisob. Doğru, 30-35% demin tuttu. Bu foizsiz etib yozilgan kalan nasiya. Bu ham katta razmer ekan İnamcana. Ham bir yeri yaxshi, obunachilarimiz, mijozlarimiz, agarda sizning qo'lingizda penal komoda yetadigan pul bo'lsa, to'g'rimi İnamcana? 5 million puli bo'lsa, siz gelip Xivadan İlham Savdo Markazidan bir ukolog, bir jurnalni, bir penal komod, bir divan kreslo, bir uy vajini 5 million akisa bo'ladi ekan, qo'ying. Birgina pasport plastik evazina dastavkasi muddat tutdilar. To'g'ri, bir narsa pulungiz yetadi, bir narsa olishni o'rnini hammasini bitirasiz. Oyma-oy bo'lib to'layverasiz. 5-6 oy 5% tutdilar. Buni bir yil yaxshi obunachilarimiz bir gatasiz, bir ishingiz bitadi. 6 oyda uzib tashlayverasiz. Ve 5% oturtku doğru. Naqd asosan ben şu bakadan berasiz. Naqdam shu, qalan narsa ham shu. Naqdin azgina tushib beradilar. Üstünde sodalashib otang bozor, anang bozor dedilar. El urishib, gashtab asoslab bo'ladi. Divan kreslolarni bir göstereyim amcana. Onda divan kreslolarning turi ko'p, dum ko'p. 1 million 700 ming so'mdan boshlanadi. Hammasimi? Tamam, 1 million 700 ming so'm. Dum yomon, miyakchi, dum azal. Penallar ham dum chiroyli ekan. 1 million 720 ming so'm deydi obunachilarimiz. Bu divan kreslolarning hammasi fabrikni men amcana. Beda sehaviklarni, podpolniy narsalar bormi? Birera bor, İlham Savdo Markazida 1 million 700 ming so'm ish hamma divan kreslolarimiz. Hammasi shohona 100% mramorniy MDFda ishlangan material, 100% mo'sh turetska to'g'rimi? Va fabrika mahsuloti obunachilarimiz dizaynni e'tibor berasiz, 1 million 700 ming so'm berasiz, xonadoningizga olib borib o'rnatib ketadilar. Divan kreslo shohona. Bu bahodan during bu bahodan boshqada qimmatmi arzonmi menimcha? Bizda arzon. İlham Savdo Markazi Xiva filialında fakat mebellerimiz var. Yer yüzünde yok bakayıp beramiz. Bahasını arzon etib berasiz, bo'lib to'lasham berasiz. Bu sharoitlar kim uchun İnamcana? Bu sharoitlar xalqimiz uchun. Bu podarkalarni nima uchun beribsiz? Kanal obunachilari uchun, xudo xolasa. Aynan sizlar uchun obunachilarimiz. Maqsadimiz videoni ko'proq odam ko'rishi, xalqimizga manfaatli bo'lishi va eng arzon baholarda maishiy texnikani, mebellarni sizdan ma'qul to'lov usulida berish, to'g'rimi İnamcana? Beramiz. Xudo xolasa. Hammangiz kutib qolamiz. Endi maishiy texnikalarni bir gösterib, keyin to'y mebellarni ham gösteramiz. Yaxshi. iPhone telefonlar gapda obunachilarimiz iPhone 13 1 million 500 ming so'm, iPhone 11 telefonimiz 1 million 150 ming so'm, Redmi, Samsung hammasi 5% 6 oy pulini yozib qo'yib turaymi. Bahosini solishtirib eng arzon baholarda İlham Savdo Markazining asosida bo'ladi. Dizaynga qaranglar. 485 ming so'mdan ekan. Telefon xarabimiz almashtirsangiz bo'ladi. Printerlar, notebooklar 950 ming so'm, 717 ming so'm, 734 ming so'm. Hammasini bahosi yozilgan eng arzon baholarda solishtirib ko'rishingiz uchun bahosini ko'rsatibman. Hozir İnamjon ham yana boramiz. Yangiliklar bor dedi. Kulyolarimiz 1 million 300, 1 million 200, 1 million so'm. Yana bir dona butil olsangiz 3 ni qo'shib beraman dedi. Ha, bir kulyor olsangiz 3 ni qo'shib beraman dedi. Plisoslar, kirmashillar, bu sezon bob narsa ko'rsatamiz sizlarga. Sezon bob narsa bu konditsioner. İnamjon ham yangilik etdim dedi, xudo xolasa. İnamjon konditsionerlarni hozir tushuntirib keltirman obunachilarimizga. Bugun O'zbekistonda yo'q baholarda berasiz. Yer yüzünde yok bakayıp beramiz. Mujikka bor. Mujik ko'ring qarang. Mujik ko'ring. Xudo xolasa konditsioner. Obunachilarimiz, mijozlarimiz hozirgi kunda konditsionerlar arzon vaqt dedilar. İnamjona sezonda arzon bo'ladi-ku, bari to'g'rimi İnamjona? Yo'q, qarang, hozir havo yaxshi. Yozgi kun emas, ya bu qishki kun emas. Bir bakalım fasl olib turibdi. Konditsionerlar yer yüzünde yok bahoda turibdi hozir. 12'likini İlham Savdo Markazidan 3,5 million so'mdan boshlanadi. İnamjona 3,5 million so'mdan 12'lik qarangdi. Zavodundan yo'q-ku. Kesem içinde bo'ladi. Zavodunda yo'q baho-ku, aldat Zavodda turibdi. yo'q bakayıp beraman şunu. Gelseler şu İlham Uz kanalından görüp geldim desin. Bir 12'lik kanisenin 3 milyon 500 ming so'mdan başlanadı. Dastlabkasi, sonraki içinde. Necha dana ko'p berasiz? Necha dana? 15 tane ko'p bersam nechik?
Bo'ldi. Bir dana, ikki dana emas. Bir tane 2 tane emas, 15 tane koyup beramiz. 15 tane obunachilarimiz, mijozlarimiz aynan sizlar uchun. Qani sening aqllardan mazalar, doğru menamjana? Hozir arzon vaqti-ku. Hozir normal vaqti, ava. Sezonundan beri bir 3,5 milyondan topolmaydilar. Endi getdimi sports bilan? Hozir men 3,5 million so'm qani sen oldim sizdan. Ava. Bo'lib to'lash oldim. 12 rasroshga ben sen kredit etib oldim, doğru mu? Ava. 3,5 million so'm yozda topsam, ne 30 assaga? Topolmaysan. Ne uchun topalim? 100% topolmaysan. Sezonda qimmat edi babang. Topsang ben birini padarik etib beraman. Manga menmi? Sana beraman, obunachilarga beraman. Hisob, obunachilarimiz Inomjonam va'da berib turibdi, 12 lik konseyni mendan arzon topsangiz, birini mut beraman deb turibdi, to'g'rimi? Inomjonam. Bir yaxshi, dastlabkisi, ustanobkasi, kranshseni, bolti, gaykisi, shurupi. Apartib ustanib ketib beraman, ishora qo'yib ber dedi, ishora qo'yib berib keladi ustam. Bo'lgani. Hech bo'lmasa biz zangi to'p beramiz o'zlarimiz Inomjonam. Lesalam. Ustada bo'ladi. Lesanamizning to'p beraman. Appar buni atib bersangiz bo'ldi. Qisqacha baholarni aytib o'taylik obunachilarimiz uchun. Baholarimiz shu 12 liklarimiz keladi, o'sak baholar 3,5 milliondan boshlanadi. 4 million, 4,5 million, 9 milliondan bor 12. Farqi nima o'da uni Inomjonam? Farkı firmasına qaraydi. Teyinli, teyinsiz, yani invertorning hozir 3 xilisi bor. DC invertor bor, DC invertorning bor, oddiy invertor bor. Shu modelini qaraydi. Shularni qimmatga olinglar. Ha, obunachilarimiz agarda gelsangizlar, do'konni bu yerda ochib qo'yibdi ishlarini. Bu yerda nav maqsadda ochilgan bu. Ichini ko'rsatish va tushuntirish uchun. Ama tushuntirish uchun xalqimizga bir pedali bir narsa uchun ochib qo'yibmiz. 2 qator radiator bo'ladi, ko'psida bir qator radiator bo'ladi. DC invertorning o'zi bo'ladi, DC invertor bo'ladi, full DC invertor deyiladi. Demak, do'konga kelsalar to'liq ma'lumot berasiz. Beradilar, ma'lumot so'rashsalar, Inomjonda kelsalar, videoni ko'rib keldik desalar, videoni ko'rib keldik deyandik, bir padakan berib beraman. Yangi aksiyalar o'tibmi Inomjonam? Masalan, 212 lik qilsanglar, asa birini qo'shib beraman deb turasiz. Yanglashtirdingizmi? Aksiya bo'lib turibdi, xudo xolasa, o endi tak, bugun 9'u mu 8'i bugün, doğru mu? Onu deb kiravering videomuzda Onu deb chiqishi. kiraveradi, yana bir 10 gün davom etadi xudo. Obunachilarimiz bilasizlar, Ilhom savdo markazida 2 dona 12 lik asosida 1 dona 12 likni mutbar tutsa. Keyin o'zlari anlatib olaverami? Keyin ya Avukma brendinden bor. Avukma brend 18'likinden birini alsa bak o. Bir 32 kilizor, ya bo'lmasa bir azoyifinden bir pilisos qo'shib beraman 2 millionlik. Inomjonam bir onlik berib turasizmi? Qalam nasiya etib beraman. Bana 200 tane berib beraman qarabmi. Bir 32'lik, bir pilisos berib beraman. Wow. Inomjonam bu aksiya tamam bo'ldi davringiz degan. Bak seni yine başlaganımız 10 gün devam etadi xudo xolasa. Necha dona ko'p berasiz? 10 tane koyup versek olamaz. Obunachilarimiz konseyni hozir olishni vaqti o'ylanib o'tirmanglar. Inomjonam men garantiya beraman deb turibdi, ham bo'lib to'lasha beraman deb turibdi, ham aldidan to'lovsiz beraman deb turibdi. Ham yozda undan arzon topsangizlar, yana bir konseyni mut beraman deb turibdi. Videomizni saqlab qo'yinglar, obunachilarimiz like-larni bosinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, xudo xolasa va videomizni qarindoshlaring. Videomizni 2 marta bossangiz like bosiladi va birinchi o'ringa gol qo'yib berdi Inomjonam. Ikkinchi o'ringa xolodilnik qo'yib berdingiz, to'g'rimi? Kir mashin koyup verdik. Kir mashin, uchinchi o'ringa bir narsa qo'yib bering. Sizon azay bundan bir skuter koyup verelim. Dumyan manana. Hisob, obunachilarimiz prosta like bosib, kommentariy yozib, videomizni qarindoshlarga yuborishib va bu aksiyamiz faqat Xorazmli va Qoraqalpog'istonlik mijozlarimiz uchun ekan. Xudo xolasa xolodilnikni hozir o'rtacha bahosang, ya arzonmi bo'laram? Bular endi narsa yo'q. Hozir ham zo'r bahada tutdi bular. Aprel, may, iyul, avgustdan zo'r bahada turadi. Inomjonam, yo'qmagan 2 million chiqib ketdilar. 2 million so'm chiqib ketdi, maga 1 million 50 ming so'mdan neda bor bu xolodin? 1 million 50 ming so'mdan. 767 ming so'm. Voy voy. Neda bor bu endi xolodinlar? Obunachilarimiz 834 ming so'mdan, 767 ming so'mdan 660. Inomjonam bu zo'r baho. Ko'p odamda bir million bor, sezonda arzon bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, nabarot. Zakonni vaqti ham sketcha o'tiribdi hozir bizim Ilhom do'konimizda. Ya'ni bir plastik pasport akchalasiz, o'zini pulini qalanasa 6 oy, 12 oy rasroshga etib beradi. Demak, bu xato fikr, to'g'rimi? Ha. Qarang, endi xolodilnikni manazinki pastda olsa yaxshi bo'ladimi, dapada olsa yaxshi bo'ladimi degan million bor odamlarda. Bunga nima deysiz? Endi bu nenda? Pasti marazinlikli bilan yuqorisi marazinlikning farqi pasti tortmani bo'ladi. Ha, bu yaxshi ekan demak. Ha. Bu addini qo'yiladi. Endi bunda yuqorisi bu uskonamiz bor, hammasi bir yerda yotadi. Ha, bunda is ko'k uradi. Bu bo'lmaydi bu. Lekin sifat bir xil, to'g'rimi? Sifati bir. Hech narsa yo'q, minusi yo'q. Aha. Prosta bunda tortmada qo'yadi, ammo da o'zini ya ishlatmasini deb qo'yganlik bo'laveradi. Qarang, obunachilarimiz uchun yana bir foydali layfhak aytib o'taylik. Xolodilnikni nishab ishlatgan ma'qul. Masalan, bugun kelib oldilar sizdan. Nishab neda qo'ygan ma'qul? Nish to'qlada ishlaydi. Endi 3-4 xil modeli bor. Buni ham oddiy invertor xilisi bor, oddiy bo'ladi. Ya'ni u aytsak ham dum qattiq sovuqda qishni kuni xolodilniklar hech qaysi ishlamaydi. Issida na? Issida ishlaydi. Issida plus 45, plus 47 degan ishlab beradigan xolodilniklarimiz ham bor. Ilhom savdo markazida topib. Tok masalasini kichkinamjon, tok tok. masalasi keladigan bo'lsa,
eng kam topda ishini xolodilniklarimiz, LG brendlarimiz bor, Beston brendlarimiz bor, ya'ni Volna brendlarimiz bor. Aryo brendlar. Tok selamidang. 120 voltning ichida eng kami, yana yillik rasxoti. Ishi ulusini olsin, bir yilini 135 million pul ishlaydi. Yillik rasxoti. İşlemin dursam ya inamcana. Yo'q, ishlab turganda. İşlab turgandaymi bu? Axir invertor bor. Obunachilarimiz mijozlarimiz ham to'qini yemaydi, ham sovutib beradi. Garantiyasini cheyil inamcana. Endi qara, 3 yil garantiya oladi, servis garantiya oladi. Kelsa borib ko'rib berib keladi. Xudo xolasa 10 kun ichida almashtirib beraman. Ne gap? Zavodskoy defektisi almashab berasiz. Ko'nglini yoqmasa almashab bermang. Ko'nglini yoqmasa almashtirib. Ishida ko'rib oling obunachilarimiz. Zavodskoy defekt berbenda o'tishga bo'lishi mumkin. Xolodilnik olgandan keyin yo sovutishi kerak, yo sovutmashi kerak. 10 kun ichida almashtirib beraman. 10 yil garantiyasi bor, motorini o'zida. 10 yil deysizmi? Zavod berib qo'yibdi. Obunachilarimiz motorini almashtirib beradi. Bu narsa to'g'ridan o'lajamiz. Materiallar, qo'rja materiallar. Voy. İnamcana adım boshqacha aksiya bo'layotir. Xudo xolasa yangiliklar zo'r. Hali bir narsa ayting. Tamam. O'zbekistonda bo'lmagan bo'lsin. Tamam. Hem xalqimizga manfaatli bo'lsin, hem savg'ali bo'lsin, hem sensatsiya bo'lsin. Sensatsiya. Nima bor shuni? Endi dunyo mani bor banda aksiyani. Bu videoni Ay durun bundan burun bir so'z aytib bering. İlhom savdo markazi. yangi. Ha, 4-chi kalit so'zimiz İlhom savdo markazi va yangi bo'ldi. Yangi. 5-chi so'z qoldi inamjana. So'zni aytib beraman. Yangilikni aytib obuna etinglar bor. Ko'rib turinglar. Yangiliklar ko'p. Yangilikni dunyoman aytsakman, Ilhom savdo markazida Xiva filialiga keladi. Men adım Inomjonlar kelsa videoni ko'rib keldik desin. Sadda tushuntiring inamjana. Volna brendidan keladi, oladi. Unda halol nasiya 6 oy foizsiz yatib qo'yibman. 800 ming so'mman. Shuni Ilhom Uz kanalidan ko'rib keldim desa, 1 yilga yatib beraman foizsiz. Voy. Shunda eldan to'lovsiz. To'lovsiz. Qo'shimcha foiz üstemelesiz. Üstemesiz. 12 oy. 12 inamjana bu narsa bo'lmagan lekin. Men aytaman shu ishni. Yonida bor Ilhom Uz kanalidan ko'rib 2 millionlik bir pilisosan berib bermagan nomard. Hisobmi? Berdim shuni. İnamjana bu seryoznimi? Yo'q, seryozni aytib turibdi. Obunachilarimiz men o'zimga ko'rsin videoni, ina screenshot etsin yo bir saqlab qo'ysin, ina gelsin ishini 1 yilga yetib beraman 4 million 800 ming so'm bo'ladi, 800 ming so'mdan to'lanadi bo'lsa 1 yilga yetib beraman Ilhom Uz kanalidan ko'rib keldim. Bir pilisosan berib bermagan nomard. 2 millionlikdan ina ko'ring. men to'g'ri tushundim axir. Eldan to'lovsiz, qo'shimcha foiz üstemelesiz, peniyalasiz. Umuman peniyasiz. 12 oy. 12 oy halol narsa yetib beradi qarabni. Obunachilarimiz, mijozlarimiz dispenserdan bor, so'q beradi uni bor, ishlarni qaranglar. Ponni 6-7 odamlik ro'zyorni gullatadi uni narsa. 12 cheklangan qil ayting shundan. 12 qo'yib beraman shunday. 10 dona nang. 10 dona qo'yib beraman. Kurbu setimi, hayvonlik ishlar ham bor. Bu svet bo'lsin, xohlasam bu bo'lsin, mana qo'yib beraman. İnamjana O'zbekistonda yo'q yangilik aytsangiz, yana prisosan beraman deb turibsiz? Beraman 2 millionlik prisos. O sarakandan berasizmi? Yo'q, dumzo'mda 2 million borliqlisidan beraman. Bir göz tüfeğin şularına yürü. O'zini brendindan bersam necha? O sıra göz vermek lekin. Yo'q. Buni ilan emas, buni 700-800 liklardan emas. Şu 50 faiz kitçaliklerden vermeseniz oldu iş kılıp. Çırmaşırlarını çıkıyor tuttu bu tutma aksiyası. Necha? İnamcana 2 milyon sonluk prisosunu verilmişsiniz. Xohlasam buni beraman. Xohlasam buni beraman yana. 2 million 200 ming so'mlik yana. Berip bilasizmi axir? Berdim shuni. Hisob. İlhom kanalından görüp geldim desin, berib beraman. Tamam. Obunachilarimiz, ha, necha basalar bo'ladi? Nima kerak buni olishlari uchun? Endi uni olishlari uchun qara. Bizning kanalga obuna bo'lishlari kerak. Videoni yaqinlari 3-4 odamga yer qo'ygan bo'lishi kerak. Kommentariya yozib qo'yishi kerak. Like, tirs. Pasport plastik. Pasport plastik kerak ya. Birgina pasport va plastik bo'lsa, obunachilarimiz xohlanmay ish texnikalaringizni 6 oy 5% berib turadi. İnamcanam, endi 12 oyligini boshlab turadi, inamcanam. 12 oyligini ana shu imeni shu xoladagi o'zimizning kanal obunachilari uchun qo'ydim. Bu pilososdan qo'ydim yana. Eğer de aktif güçlü olsa keyingi safar yine nog'lon qo'yib berasiz. Men ish texnikalarini nog'lon qo'yib berasiz. Endi dum yomon nalarni videoni oxirida aytib o'tamiz. Xudo xolasa dum ajoyib yana kommentariya showlar o'ynaymiz, like showlar o'ynaymiz, xudo xolasa. Obunachilarimiz bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yangiliklarimiz ko'p. Bilasizlar, eng arzon baholarda men ish texnikani mebellarni Xivada Ilhom savdo markazida Inomjonamni asosida bo'ladi va bu qaranglar bir xalang 12 ga verecekler. Yanında 2 milyon so'mlik plisosdan mut verecekler ve İnamcana bahası qimmatmi 12'ye ve faiz indireladi. Faiz bilmedi, aş summani bo'lsin qarabmi ana. Men akşam bir dükkana bordim. Tamam. 3 milyon 804 milyona xaladan gördüm. Bir ile İnamcana 38 faiz koyup verdi. Faiz zatib beradi. 38 faiz. Mesela o da yani 3 milyona 2 milyon mu ne dedi yani? 1,5 milyon mu ne dedi yani? Yo'q, bundan bilmedi.
Toşlayma. İsap mı? Eltaşan, isap. Obunachilarimiz eltashashdik. Shu videoni tutib kelasizlar 1 ila 12 ga. Bu toza ro'zyorlari. Pulingiz bo'lsa ham, bo'lib to'lashasiz, boshqa narsa operasiz. Yanda bir kirmashan bo'lib beradilar, inamjon. Aytganing podarkalarimiz ham bu tutaq baxshaksi. Videomizni da kansa ko'ring, yangiliklarimiz ko'p. Bu anda kulyerlar, televizorlar aksiya bo'lib tutdi. Hamma aksiya bo'yicha ma'lumot olacak bo'lsangiz, ekranda nomerlarimiz bor. Inamjonimniki jang atasiz, ya bo'lmasa onlayn haydatsalar bo'ladimi, inamjon? Haydatsa bo'ladi. Rossiyada yurgan opa-ukalar, og'aynilarimiz uchun xudo xolasa telefon nomeri, WhatsApp telefon nomeri yozib qolamiz. Puli kunini kelishamiz, dastlabki ustanovga aytib beriladi. Ana pulni shundan berib bersam bo'laveradi. Bana geng inamjon, ha. Bana geng. Qarang. Kurib xoladan kirmashini ko'rsatdingiz. Gaz filtrlar bu turan aksiyalar bu tutmu? Gaz filtrlar bu turan aksiya bu tuttu. Padarka belli tutmu? Padarka belli tuttu. Ya dimoqotni chiqib tutdi dimoqot. Dimoqot tamam bo'lan keldi. Yana qo'yib bersak hech ekan. İlhamus kanalına 30 tane qo'yib bering inamjon shuni. 25 tane qo'yamiz shuni. Siz to'latibmi pulni ya u yerga tutibmisiz? Yo'q. Bu zavodlar tutdi-ku qarabmi? Men pul kiysam tutganim yo'q. Zavod beradi, zavod berganini men bilaman. Ama 25 tane qo'yib bersak bo'ladimi yana? 30 atib bering. 25. Ama İlhamus kanalına obunachilar uchun 30 tane qo'yib. Obunachimiz 30 tane gaz plita. Bunday aksiyalar faqat Ilhom Texnomarket do'konlarida bo'ladi, obunachilarimiz. Mayish texnika, mikrovolnovkalar hammasini ko'rib chiqsak hozir vaqt yetmaydi. Hozir podvaldan bir ko'rsatali. Podvaldan bir ko'rsatali. 5-kalit so'zni podvaldan aniqlaymiz va podakani berasizmi-ku? Beraman. iPhone 16. Beramiz. Xolodilnik, kirmashin. Videoni oxiridan ko'ringlar obunachilar. Xivada Ilhom savdo markazida obunachilarimiz penal komod, goloklarning yangilari, spalni komplektlar, to'y mebellarning zo'rlari gapda iymon qarasizlar. Вообще необычный narsalar gapdi. Bu turetskiy narsa o'xshaydi bu. Turkiyang. Inamjon, ugoloklar, kuxni ugoloklar necha so'mdan? Kuxni ugoloklarimiz 900 ming so'mdan. O yetmasa bu 900 ming so'mdan. Bu mu ya kuru? Ha, hammasi 900. Şu komplekt. 900, 1 milyon. 1 bo'lagi 900 ming bunaqa? Yo'q, ishi komplekt shu. Ha, hammasi mi? Allah, yine qiyos qo'ymayman. 1 milyon 50 ming so'm. Ha. Qarang obunachilarimiz 1 2 3 4 bo'lakli, ustari 3 dona pufuki 1 milyon 50 ming so'm. Teylar amachilan buni? Teylar amachiladi. Voy. Arza bo'ladi, arza. Bila. 1 milyon 50 ming so'mdan berib olmaysiz plan hamjana. Beraman. Plastik pasportdan ikkasin. Bitti ishi. 1 milyon 50 ni beradilar, ikkitadilar, to'g'rimi? 1 milyon 50 ming so'm beradi, ikkitadi. Bermasam keyingi oydan berib ikkitadi. Yapib beramizmi? Dastlab ketib beramiz. Hisob obunachilarimiz kuxni goloklar, to'y mebellarini hammasini inamjon 3 oy, 6 oy, 12 oy 5%, to'g'rimi? 5% oladi. Bizda kredit denen guning yo'q. Kredit denen narsa yo'q. Halol nasiya faqat. Halol nasiya obunachilarimiz har taraflama o'ylangan bu narsalar sizlarning manfaatlaringizni ko'zlangan 660 ming so'm deydi, iymon qarasizlar. 60 ming so'mdan. Voy, 660 ming so'm. Sifat necha sifat? Yuvilib, kurs ajoyib ishlatadi o narsa. Bu aytganing fabrikasiyamizmi yo bu yerda chiqib qolibmi? Yo'q, bu endi emas, fabrikasiy narsa bo'ladi. Paketlar bosib qo'yiladi shu. Kimlardan bilasan buni? Kimlardan bilsa oladi buni. Obunachilarimiz yangilik zo'r, Xivada xudo xolasa. Hozir videomiz davomida 5-kalit so'zni aytamiz. Yangiliklarni tanishtiramiz va o'tgan safar iPhone 16 xolodilnik kirmashin beraman deb Inamjon va'da aytdi. Hozir qani mujikchilik aytib beraman degan ko'ramiz. Bu safar birinchi o'rinni golok qo'ydilar, ikkinchi o'rinni nima qo'yadingiz? İkinci o'ringa kirmashin qo'ydim. Kirmashin, uchinchi o'rinni skuter. Uchinchi o'ringa skuter qo'ydim dum jamoadan. To'y mebellaridan bir ma'lumot beraylik Inamjon. Masalan, to'y boshlagan bo'lsangizlar, Xivada Ilhom savdo markazida bir 40 yil komplektiniz bor shudang. Ko'pmi undan? Dastlab kelsa, ustanib kelsa, nimaga bahasini 1 milyon 375 ming so'mdan. Ne dedi bu? Al. Ena. Inamjon. Gelsin İlhom savdo markazına ine. Xiva mebelimize gelsin iyice. Ena. Obunachilarimiz, qarang. 12 oy 5% tutibsiz buni? 12 ay faizsiz. Faizsiz. Halol nasiya. 1 milyon 375 ming so'm. 375 ming so'mdan to'lanadi. Dastlabki ustanovga Xorazm Qoraqalpog'istondan mut. Matrasam mutmi? Matrasam yetdi shuning içinde. Hamma durushi 1 milyon 375 ming so'mdan beraman dedilar. 5% 12 oy. 12 ay. Faizsiz. Obunachilarimiz bu narsa faqat Xivada Ilhom savdo markazida. 1 milyon 16 ming so'm. Voy. Şikar. Bayındır Spaniyasıyla. Chester tummaları. Adinanilar adin yo'q shunday. 640 ming so'mdan 500 ming so'mdan başlayalım. 500 ming 680. 1 milyon dedi. Bu ne yapışını verecek? İki adamlıkları var 1 milyon so'mdan 960 ming so'mdan yine. Voy, dim akurat ne verecek? Bilerim. Maşka çalacak bu harap. Belki fabrik işi verecek sizlerden mi? Fabrikasiyamiz 100% fabrikasiyni narsa. Ya prastoy vezler yok. Prastoy vezlar yo'q. Obunachilarimiz şöyle bir maslahat beraylik Inamjon obunachilara. Qarang,
Xivada İlham Savdo Merkezi'nde İnamcanam sizlere fabrik işini var şahsi teklif tuttu. Bir niye bu işini sifatli, görümlü narsa. Doğru. Patbolni narsa bundan arzon. Lekin sizlar ozgina pul to'lab, yaxshisidan zo'rini olsalar 2 yil emas, 15 yil ishlatasizlar bunachilar. Va modadan chiqmaydi qaranglar. Niye bu ish narsa bular? To'y mebellar ham shunday. Agarda Galina, Go ya budjet modellar yaqinda olsa, Turkiya versiyalari ham bor ekan. Turkiya versiyalari 3 milyon 916 ming so'm. O çizsin hakiki türetici nerse, yüzü materyal amayı tuttum bunu. Bir boy adam gelip görsün, tekirsin. Afiyet. Tamam. Dastlabki hazarisa, manga tam mutmu? Mut. Şunun içinde oladı. Apartları bu sonu ketip veren bu usul almaydı. Obunachilarimiz bizlarni kuzatib turamiz. Kabor kanalimizga obuna bo'ling, videomizni like bosing, kommentariyada kalit so'zlarimizni qoldiring. Aynan siz g'olib bo'lsangiz bo'ladi. Maqsad nima? Sizlarga podarka berib qiziqtirish emas. Maqsad shunday yaxshi, manfaatli videolarimizni ko'proq odam ko'rishi va xalqimizga manfaatli bo'lishi. To'g'rimi, Inamjana? Doğru. To'y boshlagan bo'lsangiz, to'ychilar bir yeri qiynaladi, Inamjana. Nima uchun qiynaladi? Bir to'ya pul etmikasi, spalni etmikalar, o'sha holatlar bo'ladi. Ben yanıma gelsin, plastik pasportunu öpçesin. Ben rastroş yetip verin şunu, faizsiz yetip verin. Halan da 3 sen. aylık yetip alsın, kalarsa 6 aylık yetip var 1 yıllık yetip alsın, kalarsa halan da yetip alsın. Endi durum. Tam 3 yılını asana yetip veremiz suda halan. Pensionera berasizmi? Veredi. Qarang, menda kartika bor, lekin norasmiy ish joyining ega bo'lgan mijozlarimiz do'konchi, masalan, oyna 3 million 5 million kartasini olib o'tadi. Ayarlı tutan bulsa. Berasizmi? Veremem. Tamam. Miyipten karız olmasa oldu. Davlatdan qarzingiz bo'lmasa bo'ldi, obunachilarimiz 1 million 467 ming so'm. 1 million 400 ming so'm deydi obunachilarimiz bu narsani. Kontrakt. Nima akkuratni yo'q ekan. Matras ham ichindang bularni. Matrasam içinde. Ha, bularni satilgan o'xshaydi, oz keladi matraslari. 1 million 333 ming so'm ekan. Satılan matrasları öpçeltir koyupunuz, indi taklasıp veremiz. Bo'ldi. To'y mebellari bor qaranglar. Bu niye bu ishni yo'q ekan? 1 million 400 ming so'm. 400 milyondan yine kompleks görüp dolarlarımız değil. Qaranglar, mijozlarimiz 1 million 400 berasida ishini obuna olib borib unutib ketaman deydi Inamjonam. Shkafi, kravati, 2 tumbasi, matrasi, sofasi, chesteri, trimosi, pufikini ham qo'shib bering Inamjonam. Ey berdim şunu İlham Uz kanalından görüp geldim desin, vermeyen Sağ. 1 million 400 ni berasiz, olib borib unutib ketadi. Bir niye bu ishni yo'q göstering Inamjonam? Ya bir işte özümüz. Zo'r. Xush yo'q göstering. Üstüm ramır. Voy voy. Dum niye bu ishni ko'p, Inamjonam? Bakasına karamı. 2250 ming so'm. 2 million 250 ming so'm bu. 250 2 million 250 ming so'm obunachilarimiz 6 oyga halollansa, bu narsani 20 milliondan ko'ryapman men hali. 5%. Fransiyet oladı. Komplektini olib keladi, komplektini. Yine bu yazı var. Voy voy. Aha. Aha. Tamam, içinden komuş kesi var. İş şapkalar niye biçliyim onu? İçleri yan. Yanamı bunun içi? Yanan içleri yanan iş. Ha. Yine bunlar ham yanadı. Bular ham yanamı? Ikkamız. Trimos ham yanasa kerak buning? Yine. Yanadı ama. Yine bu özen payını. Sofasi ham içinde. Zo'r matras berasizmi yo purrimi? Yok. Dume zayıfından veremem. Mutmi? Kartanın matrasını özden bu da. Shunday laymahi? Shunday laymahi. Sağ, fasad ham MDF ekan buni obunachilarimiz. Mana niye bir şey narsa ekan? Ustlari mramor niye ekan? Dume zayıflar. Vobshe zo'r narsa bu, Inamjonam. Dizayna Sana qarang. zayıf 2250 ming. İnternetde şu narsa 20 milyona görüyorum ben ağa. Doğru. Lekin bizden İlham Savdo Merkezi'nde hemen neyse arzon ve üzünü pulu. 2 milyon 250 ming so'm ekan. 13,5 milyon bo'ladi ekan 6 oyda, to'g'rimi? Protsentsiz. Faizsiz. Ertang kecha qoldirdingiz, kechikdi, ustuna plan foiz mindiraman degan gaplar bu. Bu gaplar bo'lmaydi. İssa. Bo'lmagan. Bo'lmagan ham. Xudo xolasa. Penallar ham bor ekan. 1 milyon 920 ming so'm. Vobshe zo'r mebellar bor ekan Inamjonam. Agarda mebel olaman deb bilsangiz, ekranda nomerlar bor. Bemalol Telegram, Instagram, WhatsApp orqali kuzatinglar. Siz onlayn zakaz etsangiz ham bo'ladi. Shikab Inamjonam shikani baholarda beradi. 5-kalit so'z. Mebellerimiz. Mebellarimiz. İlham Savdo Merkezi mebellarimiz. Kommentariyada shu so'zni qoldiring. Videomizni like bosing. Videomizni qarindoshlarga ko'ring. To'y boshlaganchilar, qarindoshlar, og'aynilar, Xazariz, Bog'ot, Yangiariq, Qo'shko'pir, Urganch, Beruniy, Ellikqal'a, To'rtko'l. Hamma yeri mut aqadi, to'g'rimi? Mutda tutdilar. Inamjonlar, lekin men ish texnikasini sindirib turibsizlar. Dumya Mesut'umuz. İssa. İlham Savdo Merkezi'nde hemen neyse buluşu mümkün. Endi kommentariya shouda o'tgan burtganlara birinchi o'rinni iPhone 16 beraman dedingiz. Qani shu omadli ishtirokchi. Aniqladık bunu. Birinchi o'rinni like'dan. Koyganını koypman bunu 3 gün oldu da. Birinchi o'rinni like'dan aniqlabdilar obunachilar. Yo degani bu obunachimiz kalit so'z topgan va like'ni bosgan. Ikkinchi o'rinda mijozimiz like bosmabdi. Uchinchi o'rinda mijozimiz like bosdidan kommentariy yozmabdi va random programmasi aniqlabdi.
Hozir shunday adını aytib o'tamiz. Obunachilar diqqat bilan eshitib turasiz va sovg'angizni kelib eksangizlar bo'ladi. Birinchi o'rindan emas, 3-dan boshlang, ey. 3-o'rindan küçükçe Johnny 47 dollarcha. Ha, kichikcha Johnny chiziqcha 47 dollar. Kirmashin. Kirmashin obunachilarimiz, mijozlarimiz, kirmashin o'tib oldingiz, Johnny. Ikkinchi o'rinni ayting. Muniso deb yozilgan ekan. Sizikcha Muniso. Harfma harf ayting shuni. 001. Sizikcha Aha. Muniso. Sizikcha 001. Issa, İkinci o'rin bu xaladagi o'tibdi. xaladaniga o'tgan mijozlarimiz. Muniso, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling mijozlar. Kommentariy yozing, like bosing va qimmatbaho sovg'alarni yutib oling va zo'r ma'lumotlarga ega bo'ling. Birinchi o'rinni aniqlaymizmi? Birinchi o'rinda bir Ayting ag'a, ayting. ayting. iPhone 16 berasiz, Inomjon. Yetti iPhone 16 Issa, getdi. garantiyasi bormi aytgan iPhone'lar? 1 yil garantiyasi bo'ladi. iPhone telefonlar ham bemalol muddatli to'lov va Xivadan Ilhom savdo markazidan xarid qilsangizlar bo'ladi. Narsa ko'ringlar, xudo xolasa endi do'stim, bu o'g'il bola ekan bu. Aha. Aminboyev Toshka 1. Tabriklaymiz siz 16 iPhone 16 o'tdingiz. Issa! Tabriklaymiz. Bizning Ilhomuz kanalimizning omadli ombujonasi Aminboyev Aminboyev Toshka 1. Issa. Tabriklayman. Ekranda niklan qoldiraman. Obunachilarimiz Tabriklaymiz. bir dona kommentariy yozib, like bosib, qara videoni qarindoshlaverganlar uchun shunday narsalarni tutdilar. To'g'ri, soni kam 3 dona, lekin bu sovg'alarimiz 20-30 million so'm turadi. Bundan keyin ham bundan ham zo'r videolarni qilamiz, Inomjon. Keyingi paralkalarimiz imini sizniki bo'lishi mumkin yana. Xudo xolasa bundan ham kuchlarimiz tab keladi. Kuchlarimiz qarshi xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursin obunachilarimiz. Like, podpiska, kanal obuna bo'lib turinglar. Bundan ham zo'r yangiliklarni aytamiz xudo xolasa. Inomjon, bu yil YouTube kanalimizda 100 ming bo'lsak bir mashina berib bilamizmi? Bersak bo'ladi. Mashina beramizmi? Bersak bo'ladi. Obunachilarimiz hammasi omad, sizdan bas faqat tik bo'ldi. Videoni yarib tashlash tirs bo'ldi. Rahmat. Hammaga rahmat. Omadli mijozlarimizni tabriklaymiz.